Yo, what's up, ingliz tili o'rganuvchilari? Your crazy teacher is here again. Kimki IELTS topshirmoqchi bo'lsa, ushbu 3 ta birikmani bilishi shart. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun 4-si bonus. Birikmalardan foydalanib, speaking va writingizda gaplaringizga xilma-xillik qo'shishingiz mumkin. Bulardan keyin barchasida fe'l so'z turkumi keladi va uchun yoki maqsadida deb tarjima qilinadi. Ushbu oddiy kabiga keladigan bo'lsak, I meditate every day to reduce stress. Men har kuni stressni kamaytirish uchun meditatsiya qilaman va bunda to ni o'rniga ushbu birikmalarni qo'yib ishlatishimiz mumkin. Masalan, I meditate every day in order to yokida so as to reduce stress ko'rinishida ishlatishimiz mumkin. Yodingizda bo'lsin, for the purpose of bilan fe'lni ing qo'shilgan gerund shakli ishlatiladi. Masalan, I meditate every day for the purpose of reducing stress. Oxirgi bonusimizga keladigan bo'lsak, bu with the aim of edi. Bu bilan ham fe'lning gerund shakli ishlatiladi. Bu birikmaga kommentariyada example yozib ko'ring.